Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uchi do'stlar. Biz yosh yozuvchimiz Sofi yozgan Masxushluq degan romanni o'qishni boshladik. Voy, choyni nimandaq tez ichib bo'lg'andi? Hey, mau kitoblaring ola, men shirani qo'yib olay. O'zing elib itib tura, men jilbobimni kiyib olay. Qisquchingni berib tura, yog'lig'im turmayotdi. Mening topshiriq daftarim qani? Hey, ola, avu tırnaqlarni yig'ishtirə. Damollamning ishini qiqib qo'yishi bilan o'ri to'pa bo'lib ketgan talibalar kitob daftarlarini naqlashib, ustozning kirishini saqlab o'ltirdi. Bizning qaroqchi uyg'unibdi-g'u, nim bo'ldi? Qappaqni turibla, boshlab qoptiq deganni. Damollam qiz taliblarining tayyorligi bitkicha deb Abdulla bilan o'ynashib Әттегенде соғақ болғанкен деп қылыррақ майкісін кәйдіріп қойай десем, еңі қысқа өмічік палван майкамны кимен деп не вақ тәтірлік қылғылы. Шәрипхан кәнжі оғылының орын көріплерін еғіштұрғаш датлап ататты. Мәйлі әмәс мо, оғыл бол деген соғақтым мо қорқамды. Маңа балам, қотаңғы чықсаңчу, ақшам бір қойсаң оқшаш дығма қоздың бірін тұғыпты. Бұлә, чықып тұтып кер. Hey Abdullah to'xta, oyog'imni kaydirib qo'yay. Sharifxon yalang oyoq bilan taloq yugurgan Abdullahni qaytirib kirib, oyoqlarini kaydirdi. Hech nima bilan kor yo'q. Otang mang desil mangamsan? Buningdan mang qaqdigan bo'lib qolsiz-chu. Yana men boqaman seni. U otangning xiyoliga kiribmi chiqmaydi. Ha menga endi chiqib o'yna. Damullam Abdullah bilan birdan malik bo'lgandan keyin Sabohat bilan Alfiraning yangi darsini o'tdi. Andin Masturaning Qur'onni tinglab, bugun takrorlaydigan qismini belgilab berdi. Sabohat Damullamning qizi, Alfira bo'lsa jiyani, ya'ni singlisining qizi bo'lg'ach, bu ikkalan dars vaqtida ancha qo'rinibmi ketmaydi. Ammo Mastura o'ziga nisbatan hech qanday mahramlik aloqasi bo'lmag'achqa, garchi ustozi bo'lsa-mu, har qatniq darsni Hezbollah Damullamdan qo'rinib, xuddi o'tning ustida o'ltirgandek tugatdi. Hezbollah Damullamning ko'zidimi, xuddi Masturaning ustiga ortib olgan hijobidan qilirroq parda bordikidek, Qur'ondan ko'zini uzmay boshlagan darsni yana shu holatda oxirlashtirib chiqib ketadi. Nihoyat yaratquchining kalomini o'qiytibmi, yana yaratquchiga isyon qilishdan ayminatdi. Damullam darsni tugatib o'rnidan turishga tamshalganda, Alfiraning ovozi uni qayta o'ltirg'izdi. Cho'ng'atda Turpan tarafda tağların çoğ ata deb ataydı. Bugün dəmiliş bolğandikin acamlar bizning uyga berib qunub qalsa bulamdı. Nemishqa? Sizlar obdan baqalmayvatsizlar acamlarni. Men uyga apirib issiq bosqidak bir mehmon qilib olay. Gapga gap kelganda Alfira osonlikcha bir kimdan hayiqmaydi. Shunga ba'zida Sabohatmi dadisiga o'zi deyilmagan gaplarni Alfiraning og'zida bayon qiladi. Issiq bosqudak mehmon qilay deb tixi. Toza qilib bersang 4 yupurmoq basayni qayintib, basay sho'rpisi silib berasan. Damullam bu tantak jiyani bilan patpat chiqishib qo'yatdi. Mayli, Mastura ocham berib kelsin. Biz Sharifxon opang bilan bir mehmondorchilikqa boratdik. Shunga Sabohat ochang uyda qilib, Abdullahga qarab bermisi bo'lmaydi. Amsa Abdullahni bilib ap ketay. Bo'ldi ha. Undaq jiq odamni boshlab borsang, opang pada boshlab keldigan qotammi bu uy deb qaqshaydi. Haras, qaytishinglarda sut alg'ash kelinglar. Sizlarning qallarning sutini ichkimiz kep qoldi. Bizning qalning sutini ichkimiz keldimi yoki bekorlik sut ichkimiz keldimi? dedi Alfira og'zini purishtirganda qilib. Alfiraning bundaq gaplardan hech yanmaydiganligini obdan bildigan Damullam qaqaqlab kulgunicha tashqirga mangdi. Damullamning chiqib ketishi bilanla Alfira Sabohatga idivi xizmat ishlashga boshladi. "Acha, shunda qilayli. Abdullanimi billa ilibli maqsaq bo'ladi-ku." Bo'ldila, uni elib olsaqmi, yana jidal qilib aromimizni arom qilmaydi. Men kelar qitim boray. Sizlar xotirjam meng'iveringlar. Damullamdan yoki Sharifxondan ruxsat kelmaguncha o'zining Sabohatni ma'qul keltirmaydiganligini biladigan Alfira udil chiqib Sharifxonga navbatdagi vaziyatni anglatdi.
Mestura acham bilan ishkimiz, achamni yolg'iz qo'yib ketimizmi? Cho'ng otam Abdullah qaraydi deb ruxsat bermidi. Abdullahni ap ketayli desam acham unimidi. Haftaning yoqi uydan chiqmay dars o'qing. Uni ozlab yana orom kelganda dam ilishda bola biqing. Acham yavaş turib bersa ko'ngli o'ylab qo'ymaysizlar zodi. Alfira yana bir nimalarni demoqchi edi. Sharifxonmu qizining qatoridan qilishni xohlamay turg'ashqa, Alfiraning gapini uzibla ma'qullik bildirdi. Mayli, beriversin. Men mehmondorchilikqa Abdullahni billa ilib boray. Umi xeyli g'araz o'qidigan bo'lib qelyotidi. Bak ta'tirlik qilibmi ketmas. Shu hamon chiroyiga kulgi yugurgan Alfira darhol yotiqiga kirib ikki ochisiga "Tayyor bo'linglar" deb qo'yib koridorga chiqib derazadan hovliga qaradi. Nijatning o'zi yolg'iz bir narsalarni to'shiyotganligini ko'rib, Abdurahmonning yo'qligiga jazm qildi-da hovliga chiqdi. "Aka, acamlar bizni uyga bordigan bo'lgan. Shunga men acamlar bilan minib turaymi? Barbir sen biz bilan billa mangmagandikin." "Ha, mayli. Biz uyni oqlaydigan bo'ldik. Tushkicha aran tugitarmizmikin? Men mush ishlarni tugitib bo'lib, ondan mangaman. Sizlar mangayveringlar." Shunda qilib 3 taliba tayyorliklarini bitkizib, takror qildiganga kitob daftarlarini so'mkalariga silib yo'lga chiqdi. Yillardan buyon talayligan mardona yigitlarga, jon olg'uchi xunxara qizlarga poyandoz bo'lgan bu mahallaning ko'chalari shu topda bu uchaylarning oyiqi ostidami iftixor bilan dasilib yotadi. Yo'lda uchirgan cho'ng kichik hamisini aymandirgan hijoblari ularning uchisiga qanchalik yarashgan bo'lsa, mahallaning manzarasiga shunchalik husn qo'shgan edi. Go'yo daraxtlarmu bir qish uchuq qo'ygan bilaklarini ularni do'rab yepib olmoqchi bo'lgandek yo'pirmoqchi qiriyotdi. Ana, ular kelyotdi. Yo'l ustida uchrashib qolgan do'stlari bilan mangziga yiqib ko'rishib, salomlashib, "Yo'limiz birishgan-ku" deb sepiga qo'shib ketyotdi. Uchaylan to'rtaylanga aylandi. Ondan 5, ondan 6, 10, 20 ularning sepi ko'payib beryotdi. Mahallada o'zgarish bo'lyotdi. Yosh yigitlarning yuzlarida soqol unib, yosh qizlarning uchisiga hijab qo'nyotdi. Ularning orasidagi hayo pardalari borgan sari qilillab beryotdi. Bir-birlarining ko'zlariga tikilib qarashdan imkon qadar saqlanayotdi. Borgan sari bu mahalladagi oilalarning hayotga, turmushga, o'zlari yashayotgan muhitga tutgan pozitsiyalari yangilanayotdi. Va buning ro'shan namoyandalari ularning kundalik dialoglarida yangilanib umumlashayotgan. "Qarindishim, birodar, Alloh xolisa, Allohga omonat" degandek so'zlarda o'z ifodasini topgan edi. Buningdan boshqa yana bozordagi tayyor unni yemasdan, yiroqni yiroq demay allaqayoqlardan bug'doy setib olib, o'zlari un tortib yeydigan, yemaklik maylarini alohida tanlab iste'mol qiladigan, hatto ba'zilari namoz o'qiydigan kiyimlarini so'pilmay quruq suvda yuydigan ish harakatlaridimi ko'rilishga boshildi. Galdan o'tadigan har qanday narsaning oldiga ishonchlik, shubhadan xoli deydigan eskartmani qo'shishni unutmaydi. Her haftada degudek bir ikki uyda tabliğ sorunları tüzülüp bu yeni iqim öz ara imallanışatdi. Sorun eklining ko'p qismini yoshlar tashkil qiladi. Her qitimliq yig'ilishda tabliğ boshlanishdan burun cho'qim biraylan bexatarlik yuzasidan hammaylarning telefonlarini yig'ib olib, xoli bir joyga qo'yib qo'yadi. Agar ayol jamoatlarga tabliğ qilib bergudek biror ayol kishi bo'lmay qolsa, erlar tabliğ qilayotgan uyning eshik deraza pardalari tushiriladi-da, hamma ayollar shu uyning oldiga yig'ilib, butun diqqati bilan tabliğ anglaydi. Gahi so'zman notiqlar soat-soatlab so'zlab harmaydi. Sorun aklini bir tuyg'udan yana bir tuyg'uga yo'tkab, bizarlik, zerikishdan saqlab qoladi. Oxirida shu yig'ilishga o'rin tayyorlagan oila a'zolariga, yig'ilishga kelgan jamoatlarga xayriyat tilash bilan boshlangan ta'sirli duolar dunyoning bulung pushqoqlaridagi eng ojiz musulmonlargacha birdan tilga elish bilan yig'a zavra ichida oxirlashadi. Bu xil yig'ilishlarga qatnashib, ruhiyatini sug'urgan yoshlar necha kunlargacha shu kunida bo'lgan gap so'zlarni mulohiza qilishadi. Ruhiyatidagi yengillik, suzuklik, ozodlikni ro'shan his qilib turadi. Yuz berayotgan o'zgarish va jangvorliklarga nisbatan Hizbullah damonlarining ichida ham suyunish, ham nimalarnidir xavotirlanish tangla mavjud edi.
U imkon qadar bu xil yig'ilishlardan o'zini tortishga urinadi. Yoshlarning qattiq terajab сөйләшләргә yuz kelolmay berib qolmasala, asosan o'zini oshkora jamoat so'rinlaridan xoli tutib, faqat o'zining o'qishi va toliblarining darslariga bosh cho'kiratdi. Faqat anda sonda yoshlar orasidagi kimlikni sundirish, namoz o'qimaydigan, zakot ayirmaydigan urug' tuqqanlardan munosabatni uzish, ularning uyida tomoq yemaslik, sahobalardek har bir odamning ikki qo'lidan ortiq kiyim bo'lmaslik, qachon bir islom diyoriga yetib bormoqcha namozni qasr qilib o'qish degandek tor doirali qarg'ularcha taqvolik ustiga qurilgan, na jamoatchilikning normal ijtimoiy turmushiga mos kelmaydigan, na islom cho'ng qomusidan manbasi bo'lmagan yoki bo'lsimi kuchlik bo'lmagan ziyoda bir taraflama qarashlarga loyig'ida qarshilik bildirib turadi. İmkan bolsala yoshlarning moyilligini dinning qiziqqan, keskin qarorli g'azablik tarafidan so'qoqqan, tamkin, muhabbatlik tarafiga tortib kelishga urinadi. Qiz o'g'il taliblarini bo'lsa eng yuqori chekda o'zlarini yoshirin tutishga, butun asiyodini o'qishga markazlashtirib, oldilarida kelayotgan xizmat qilish fursatiga o'zlarini loyiqlashtirish uchun tirishishga buyurdi. Damullan balalarga cho'qim bir xizmat fursatining kelishiga cho'nqur ishnatdi. Buning oldingi sharti cho'qim balalarda shu xizmatga yarasha salohiyat hozirlanishi kerak edi albatta. Mushu peti hech kimning nazariga ilinib qolmay, o'qishinglarni davomlashtiringlar. Mumkin bo'lsa, unutilib ketsanglar texi yaxshi. Hamini ashabul uxdud vaqaligidagi rohibning qishig'a mongan kichik balaning yo'lida o'ltirib, shu balani hidoyatga boshlaganligi sababli bir butun podshohlikning musulmon bo'lishiga sabab bo'lgan, olburun xaloyiq tarafidan unutilgan qiyri shayxga berilgan fursatga o'xshash bir fursat keladi. Ammo fursat kelganda uni qochirib qo'ymay tutib qololgudek bo'lish uchun tinmay tirishib turish kerak. degan gapni balalarga qancha qitim degini o'ziningmi, balalarningmi esida yo'q edi. Nijat tam axlavotadi. Kashki maisiyat islaridan qaragan yuraknimi ashundoq bir chilak haq bilan oqartayotgili bo'lsa edi ha. İnsoniylikning davollarida birda utib, birda uttirib hozirgan qalbimizni biroqla oqartib etsak. To'xta, idivi oqartishchi taxi. Favqulodda tez sur'atda moddiylashayotgan dunyoga agishib, ongliq va ongsiz holda moddiylashayotgan, borgan seri moddini markaz qilayotgan ideyalarni oqartishmi tomga tuluq surkigandek oson bo'lsa edi ha. Halbuki ruhiy oqartish bilan ideviy oqartishning oldinqisi mukammal insonlik ulgisi talab qilsa, keyingisi pishqon zabardast ilmiy qurilma so'raydi. Ruhiy oqartish insonni pastkash chakana xuluqlardan tozalab, axloqiy yuksaklikka boshlasa, ideviy oqartish o'lchamlik aqliy zo'riqish asosida qurib chiqilgan intayin konkret va obyektivchanlikqa ega prinsiplar bilan qurollanishga ilib boradi. İslam nazaridagi tartib jihatda balkim ruhiy oqartish ideviy oqartishning oldida ilib beriladigan bir qadam bo'lsa kerak. Haq yetmamdi nima? dedi Abdurahmon chilakdiki Haqning oz qolganiga qarab. Shuni deyma, bu yil qish o'tni bek qolvatdiqmi, ajab qorib ketibdi. Yana ozroq suv aralashtirib yetamdiq ya. Shunda qilayli, baribir yana yangi bir ton olsaqmi ishib qoladi. Onundan ko'ra bir amal qilib mushin yetkazayli. Peshingacha tugumamdi nima? Nijat uyga qaytishga aldirayotgandek so'radi. Peshinga anchajik vaqt qolmadi. Texi mavi bir tom butun turdi. Tugmigidek, nimaga aldiraysan? Abdurahmon shundoq deb suv olg'ili chiqib ketdi. Nijat bilan Abdurahmon o'qishni boshlang'ichdan tortibla belli boshlagan bo'lib, tuluqsizni bitirgicha bo'lgan barcha yaxshi yomonlikda bir-biridan qilishmay kelgan edi. Tunji qitimliq tavuz o'g'irlashdan mag'lub bo'lib, tavuzlikning ikisi tarafidan o'g'irlagan tavuzni shapig'i bilan qo'shib yeyishga majburlanganda, mahaldagi cho'ngroq bolalar bilan chanatayilib borganda, tunji qitim sumirgan tamakining issi o'pkisiga ketib, qiqilib yutilib ketganda,
Xitoy tili topshirig'ini biri ishlamay qolganligi uchun muallimdan til anglasak tang anglaymiz deb yana birimi allaqachon ishlab bo'lgan topshirig'ini qasddan topshirmay maktab maydonini 20 qitim aylanganda. Daim keşlik muzokarada o'rganish boshlig'ining gapiga kirmay, intizomsizlik qilganligi sababli axloq tarbiya ishxonasiga kirgandan tortib, diniy o'qishni boshlagandan keyinki tunji qitim qora bayroq ko'tarib chiqadigan mujohidlarning videosini yoshirin ko'rgan. O'ttira kechida turib o'tkazgan gunohlariga istig'for aytib, beshini sajdaga qo'yib yosh to'kkan. Mahallagi hijobli qizlarning tizimligini turg'izib, yezliq hukumatga chaqqan Sulaymon Pakarning chunjisiga o't qo'yg'icha bo'lgan hamma ishlarda bu ikkisi billa edi. Hayotga, turmushga, kishilik muomala munosabatlarga islomning qimmat qarashlari bo'yicha pozitsiya bildiradigan bir oila, shundoqla bir yerlik madras bo'lish sifati bilan Hezbollah domillamning oilasida mahramlik chek-chegarasi intayin nozik nuqta edi, albatta. Bu sababdan qiz o'g'il taliblar bir-biri bilan gaplashish u yoqda tursin, tasodifiy do'qurishib qolsa qarshi tarafning chiroyiga qopig'ini ko'tarib qarashdimmi ayminatdi. Ammo o'tganki 2 haftadan beri biror qitimmi hovlida yoki oshxonada uning bilan do'qurishib qilishning nasib bo'lmaganligidan ichi siqilib, ajab ish desa, nimish bo'ldikina? Yo Alfiradin nimishqa uydan taloq chiqmaydi deb so'rxil bo'lmasa, deganlarni o'ylayotgan Nijat balkim uyiga borganda bir bahonalar bilan uni ko'rib qilishni o'ylayotdi. Faqat yiroqdan bo'lsa-mu bir ko'rib qolsa bo'ladi. Shundoq Mastura ana ashundoq bir ko'rib qilishni armon qilg'uda qiz edi. Hezbollah domillamning uyiga kelgandan bo'yoqi 3 yillik istiqomatida o'ziga zarracha to'pa qondirmay bir xil obrazini saqlab kelayotgan bu qizni domillamning hamma urug' tuqqanlari bilib ketgan bo'lib, uning gapi chiqsa hammasi kelishib olgandek faqat yaxshi tarafini qilishatdi. Qayda yusunga to'yungan bir oilada o'sib yetilgan Masturamu gap so'zlardagi tavazu, qulining chivarligi, oddiy yurish turishlardagi oliy sulkiti bilan ularning hurmat e'tiboriga erishib bo'lgan edi. Damullamning odamgarchilikka, yuz obro'y inovatga alohida yuqori chek qo'yadigan, gezi kelganda xalqning ayib nuqsonlarini teleskopda ko'ralaydigan, barliq urug' tuqqanlarining qusurchilik tillari Masturaga kelganda tutilib qoladi. Qisqasi, Nijatning ichidagi ta'bir bo'yicha Mastura faqat boshqalar meni yoqtirib qolsin debla tug'ilib qolganlarning biri edi. Bundaq bir qizni qo'ldan chiqarib qo'yg'isi kelmagan Sharifxon arlab qizlarning yotiqiga kirib, hech gapdan hech gap yo'qla, o'g'li Abdurahmonni og'ziga tekmay ta'riflab ketadi. Apisining bu ishlari Sabohatning qalisidan o'tmaydi. Gerçi qilcha yoqtirmasimi, ammo uning sig'dirishchan tiniq ko'ngli yanala jimjit sukut qilishini tanlab beradi. Xiyoli Alfira bo'lsa, bu gaplarning qanday g'arazlarda deyilayotgani bilan kori yo'q, o'zining o'rganishini qilib yoki bo'lmasa quliqiga tingshig'ishni tiqib olib, qaysi bir nashidni anglab o'ltiradi. Faqat Masturala odamgarchilikning hurmati yuzidan Sharifxonning bu xil gaplarini anglab, o'ng'aysiz bir kayfiyatda kulimsirab qo'yadi. Agar Damullam Sharifxonni besib turmaydigan bo'lsa, u bu vaqtgacha necha qitim Masturaning uyiga dasturxon ko'tarib berib bo'lgan bo'ladi. Faqat Damullamning "Anisi, shuncha ixlos bilan o'qiyotgan qiz bolaning qolisini chashmay xotirjam o'qig'ili qo'yayli. Qizini bir necha yil o'qitib qo'yibla, endi biz kelin qilib olayli desa qolmashmaydi. Nikoh degan g'oyib narsa. Keyinning ishni egasi o'zi biladi. Sen bu haqda zinhor Masturaning opisining qolisini qaydurma" degan keskin gapi uni paskoyga tushirib turadi. Kimning bolasi bu desa, Hezbollah domillamning deydigan bu yurtda bizning o'g'limizdan boshqa yana kim bor? Hamini bizga qoladi-ku, deb o'z-o'ziga tasalli tepayotgan Sharifxonning ichidagi o'ylaridan na Damullam, na Abdurahmonning xabari yo'q edi. Tabiiyki, Nijatning asla xabari bo'lmaydi. Bir haftadan beri 2 bolasining didorini ko'rmagan Xayrinissa har payshanba juma kunlari xuddi uyiga haramdan hojilar keldigandek tayyorlik qiladi. Gerçi akisi Hezbollah domillamning uyida hech qanday yetirqashning bo'lmaydiganligini bilsa-mu, ammo bodalari bo'lgan ich kuyarligi bu onani joyida jim turg'ili qo'ymaydi. Nijat bilan Alfiraning to'sishlari qarmay pay bitek bo'ladi.
Xayriniso hayotga bo'lgan umidvorligi, qizg'inligi yuqori. Go'zallikni suydigan muhabbatlik bir ona. Yillarning jabr jafolari uning jismidagi kuch madorini ilib, asta-asta Alfiraga yetkayotgan bo'lsa-mu, ichidagi farzand, oila, jamiyat uchun yilinjayotgan tinjimas gulxonni bir daqiqami suslashtira olmadi. Yo'ldoshi Abdujalilning jamoat orasida yoqasini kir qilmay yurgan mag'rurligining orqasida Xayrinisonning itoatchanligi yo'shiringan edi. Alfiraning xush bichimligi, to'g'rining qishida to'xtab, nohaqqa sukut qilmaydigan turgulligi, uy ishlariga puxta pishiqligining hammasi Xayrinisonning parvishidan bixlangan xuluqlar edi. Oilasida ayol va onalik salohiyatidan boshqa bu mahalldagi ijtimoiy munosabat chambarigida xalqlar Hezbullah Domullamni markaz qilsa, ayollar jamoasi Domullamning singlisi Xayrinisoni markaz qiladi. Bolalari, yo'ldoshi, urug' tuqqanlari, quda bojilari haqidagi yig'ilgan dardlarini to'katdi, yo'l so'raydi, maslahatini oladi. Turmushning turli o'choqlarida tavlangan Xayrinisamo kimga nimani deyish, nimani demaslikni obdan biladi. Bir ishlarni cho'ng o'ylay oladi. Albatta, odam tunishgan mohir Masturamu Xayrinisoni o'z onasidan chora ko'radi. Uning oldida aslidagi erkak mijozini xotirjam oshkora qila oladi. Shongmo Alfira bilan bu uyda dam elishni o'tkazishdan zerikmaydi. Yana kelib, Alfiraning kichik singlisi Sumayyamu uningga qavatla amroq edi. Uyga kelsila Masturaga islivilib qo'lidan tushgili unmaydi. Shunday qilib, bu qitimliq o'qishimiz mushargich bo'ldi. Kelar qitim ko'rishayli, xayr xo'sh, Alloh omonat.